Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan hozirgi zamon grammatikasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi fe'l plus nin chungida hamda ikkinchisi fe'l plus go itda grammatikalari. Xo'p, birinchi nin chungida grammatikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'zbek tiliga tarjima qilganimizda jarayonda deb tarjima qilinar ekan. Xo'p, bu grammatika patchin bo'lsa ham, bo'lmasa ham, ya'ni unli harf bilan tugasa ham, undosh harf bilan tugasa ham nin chungida deb tuslanar ekan. Misol uchun, nin chungi yo'q, yeyish jarayonidaman. Ayni o'sha jarayonda hali. Bu nin chungi yo'q, o'qish yoki o'rganish jarayonidaman deb tarjima qilinadi. Va bu grammatika biroz rasmiyroq muhitda yoki nimanidir aynan jarayonida ekanligiga urg'u bergan paytimizda ishlatar ekanmiz. Va bu grammatikamizning ma'nosi harakatning ayni jarayoni degan ma'noni bildirar ekan. Keling, endi siz bilan fe'l plus go'itda grammatikasini birgalikda ko'rib chiqadigan bo'lsak. Bu grammatika o'zbek tilida yapman, biror bir ishni qilyapman, bajaryapman deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni hozirgi davomiy zamon grammatikasi hisoblanadi. Keling, endi siz bilan misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Masalan, 밥을 먹고 있어요. Ovqat yeyapman. Hali ish harakati tugagani yo'q. 영화를 보고 있어요. Kino ko'ryapman. Bu grammatikamiz patchin tanlamaydi, xuddi nin chungida grammatikasi kabi. Ya'ni patchin bo'lsa ham, bo'lmasa ham, ya'ni unli harf bilan tugasa ham yoki undosh harf bilan tugasa ham go itda deb tuslanar ekan. Oddiy harakatlar, real vaqtli holatlar uchun ishlatilar ekan. Hamda ma'nosi esa hozirgi davomiy zamon harakatini bildiruvchi grammatika hisoblanar ekan.